5 sotixli uchastka, kadastrlar tayyor, zo'r narxda, $132,000. Korobka holatida 8 ta xona, 2 etaj, podvoli 50% qilingan. Mana o'rta kir-urish kaletkasida tarsoyda joylashgan. Kaletkadan kirdingiz, mana manba oxirigacha qo'ysangiz 3 ta mashina bemalol sig'adi. Darvozaxona bo'lsa, hovlini to'g'risida yozgi oshxonada orqa taraf hovlisi ham bor. Orqa taraf hovlisi katta ekan, yo'qdan ham kirsa bo'ladi. Hop ko'chalarni ham ko'rsatib tushuntirib beraman. Qarang, bu mahallada, imенно bu mahallada bir sotuv quruq yer $20,000 dan so'rashyapti. Chunki sentralniy kanalizatsiya bor. Yon atroflarni ko'rasizmi? Asfalt tashab berishadi. Asfalt qilib berishar ekanda. Mana shu 7 ta uchastkadan bitta donasi qolgan, 5 sotuq yer maydoniga qurilgan. Hozir ichkaridan ham tushuntirib ko'rsatib beraman. Uch qahramon kurugidan kirganda Hoji ota mahallasi. O'zi mahallaning ichida bitta 1,5 gektarga tushgan, ani специальный закрытый дворный mahalla. Shundan kirib kelasiz, o'ng tarafda oshxona. Qora suvoqdan chiqqan tepalari plita. Mana bu kattagina mehmonxona. Podolga tushib ketirish, aytganda orqa taraf hovlidan kirasiz, bitta kirganda bitta yotoqxona, ichida o'zini sanuzel. Razmerlari katta. Mana bu ham yana bitta xona bo'lsa, tez-tez ko'rsatib tushuntirib beraman. Hozir ikkinchi etajdan ham tushuntirib beraman. Ikkinchi etajga shundoq ko'tarilamizlar, ko'rasizlar. Mana bu o'ng tarafdan boshlab ko'rsatib beraman. Bitta xona, yonida ikkinchi xona, razmerlari katta-katta, 495 kvadrat metr. Mana mehmonxona, ko'cha tarafga qaragan balkoni bor. Aytganimdek asfalt qilib berishadi, umumiy sanuzel, bitta yotoqxonada ichida o'zini sanuzeli bor. 7 ta donadan 2 ta dona qolgan. Telefon nomerlar pastda va Telegram kanalda.